Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun bizning o'rganmoqchi bo'lgan mazmun bo'lsa, harflik ifodalar bilan hisoblash. Matematika son sıfırlardan ayrılalmagına o'xshash, harflardan ayrılalmaydi. Matematikada narsa kerak yoki shaylarni ifodalash uchun biz bir turkum harflarni ishlatamiz. Masalan, qanday bir qancha o'rnak beray. Matematikada eng ko'p ishlatiladigan harflardan shundami X, Y, Z, anandikinchi A, B, C, ya'ni M, N degan o'xshash. Mayli matematikadagi formula bo'lsin yoki qanday matematikada biz qanday boshqa turmushdagi bir shaylar yoki narsa keraklarni ifodalaylik, biz bu turkum qanday harflarni ishlatamiz odatda. Bizning burun mashta qo'shoqlarimiz bor shundami? Algebrada AX, fizikada formula bir kun qarab o'tirib bilib olsam nima bo'ladi? Shundami? Masalan, men turmushdan qanday bir misol berib qo'yay. Unda bo'lsa, masalan, men qanday olmani shundami? Qanday A bilen ifadelasam, küçük A bilen. Anandikinchi banannicho, mesela B bilen ifadelay. Shundami? Mesela bugun qanda bir o'quvchi darsga keldi. Unda bu o'quvchining so'nggisida qanda 3 olma, qanda 2 banan bor ekan. Shundami? O'quvchining so'nggisida qanda 3 olma, 2 banan. Shundami? Toplam. Men qanda qo'shib etdim. Unda bu o'quvchi darsga vaqtida kelganligi uchun men qanda qildim? Mukofotlash sifatida shundami? Bu o'quvchiga yana 2 banan qanda hediye qildim. Unda bu o'quvchining so'mkasida toplam qanchalik meva bo'ldi? Qanda qo'shib boqsak shundami? 3 olma, qanda 4 banan bo'ldi shundami? 2 bananga 2 bananni qo'shsam necha? 4 banan. Unda bo'lsa 1 soat dars o'tib bo'lgandan keyin tanaffusda qanda bu o'quvchi 2 olmani yevassa. Yana qanda bo'ldi? Unda bo'lsa 3 olma shundami? 4 banandan qanda 2 olmani yevassa. Nima qilib qoldi? 1 olma, qanda 4 banan. Shundami ya? Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, men bu yerda qanda 3A qo'shilgan 2B qo'shilgan 2B deb shundami? 2B ga 2B ni qo'shib etdim. Ya'ni 2 bananga 2 bananni qo'shib qanda 4 banan chiqarib etdim. Men yerda 3 olmadan 2 olmani elib qanda 1 olma chiqarib etdim. Matematikada biz qanda o'xshash harflarni qanday qila olamiz? Qo'sha olamiz va o'xshash harflarni qanday ola olamiz. Masalan, qanda bir tal oddiy bir savol ishlab boqaylik. Mesela 4x qo'shilgan qanda 7y qo'shilgan 5 elingan qanda 2x qo'shilgan qanda 3y elingan 3 deb bir savol bo'lsin. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda 4x bor shundami? Qanda elingan 2x bor. Unda bo'lsa 4x dan 2x ni ola olamiz. Men bu yerda nima dedim? O'xshash harflarni qanda qo'sha olamiz, ola olamiz dedim. 4x dan 2x ni olsam necha qoldi? 2x. Shundami? 7y'dan anaga 3y'ni qo'shsamchi 7y'ga necha bo'ldi? Qo'shilgan 10y. Shundami? 5dan 3 ni og'li bo'ladi? Albatta. 5dan 3 ni olsam necha? Qo'shilgan 2. Unda bo'lsa hisoblash qanda mushiyada to'xtaydi. Biz qanda xuddi ustida olmaga qanda 4 bananni qo'shib bir son chiqaramaganga o'xshash. Bu yerda qanda x ga y ni qo'shamaymiz yoki qanda bu yerdagi 2x ga bu yerdagi 2 ni qo'shamaymiz. Undaq bo'lsa biz yana bir qancha hisoblash ko'rib boqaylik. Masalan, birinchi savol. 3 ko'paytirilgan necha 2a. Shundami? 3 ko'paytirilgan 2a. Men hozir qanday qildim? 2a ga 3 ni ko'paytmoqchi. Javob necha chiqdi? Men avval deb beray shundami? Bu yerda qanda 6a. Amaliyotda qanday ko'paytishni biz qanday qo'shishning texmi qulay bir yo'li yoki qanday ko'paytish qo'shishning qanday taraqqiy qilib kelgan deb o'ylasaqmi bo'ladi matematikada. Masalan, qanday bizning sinfda 8 nafar o'quvchi bor. Men har bir nafar o'quvchi qanday 5 TL dan mukofot yoki pul taqatmoqchi. 5 TL shundami? Men qanday 8 yerda qo'shib bersam. Javobdan necha bo'ldi? Albatta qanda 40 bo'ladi. 5 qo'shilgan 5 qo'shilgan 5 nima? Men qanda 8 qatim qo'shdim. Unda bo'lsa men buni qanda yig'inchoqlab 8 ko'paytirilgan 5 deb yoza olaman. Javobdan necha? 40. Buning matematikada qanda ifodalaydigan ikki ma'nosi bor. Biri 8 ni 5 qatim qo'shang yoki qanda 5 ni 8 qatim qo'shang degan ikki xil ma'nosi chiqadi. Unda bo'lsa qanda bu yerda masalan 2a ko'paytirilgan 3 shundami? Masalan qanda mening oldimda 3 tal xalta bor. Har bir xaltaning ichida qanda 2 taldan olma bor. Unda bo'lsa 3 xalta olma shundami? Unda bo'lsa har bir xaltaning ichida 2 dan bo'lsa necha bo'lgan? 6 tal olma degan gap. Unda bo'lsa yana bir tal savol ko'rib boqaylik. Masalan -3 ko'paytirilgan qanda 5a deb bir harflik ifoda bilan hisoblash bo'lsin. -3 ga 5 ni ko'paytkili bo'ldi. Biz qanda son sıfırlarni ko'paytiraylik to'xnama -15a bo'ldi. Masalan, yana birini ko'rib boqaylik. Qanda masalan 2
2 köpeytilgen minus 4 köpeytilgen kanda 2b deb bir hesaplash bo'lsin. Son sıfırlarni köpeyteleyimiz dedim şimdi ama bayıtın. 2'yi minus 4'ünü köpeysem minus 8, 2'ni köpeysem ço minus 16 kanda b. Unda bolsa sual geldi. Biz kanda harflik ifadelerde qo'shish veya elishda harf o'xshash bo'lsa bulamdı. Yo'q. Kanda masalanga harflarni qo'shish yoki elishda ikki xil shartni, qanday ya'ni ikki xil shartni chuqum hozirlash kerak. Biri, bu yerdagi harf chuqum o'xshash bo'lish kerak. Men qanda o'xshash deb yozay. Chuqum o'xshash bo'lish kerak. Ikkinchisi, bu yerdagi harfning darajasi chuqum o'xshash bo'lish kerak. Men qisqartib qanda daraja deb yozib qo'yay. Masalan, daraja qanday bo'ldi masalan unda olsa? Masalan, men qanda xuddi biz oldingi soat so'z degan shunda ama 2 deydigan bir butun son bo'lsa, buning qanda ustidagi qanda darajasi 1 deb. Unda olsa, masalan 2ning ikkinchi darajasi bo'lsin degan gap bo'ldi. 2ni orqa-marqa 2 qatim ko'payting degan ma'noni ifodalaydi shunda ama 2ning 3-chi darajasi bo'lsa, 2ni orqa-marqa qanda 3 qatim ko'payting degan ma'noni ifodalaydi. Masalan, men xuddi qanda butun songa o'xshash bu harfning ustidagi darajasi necha? 1. Unda olsa, A'nın birinci derecesi qanda yana A buldu. A'nın ikinci derecesi degenim əməliyyatda A köpəytilgən A degen gap. Yani A'nı qanda arqa-marqa 2 qatim köpəytdin. Onda olsa A'nın 3-cü derecesi ço A köpəytilgən A köpəytilgən A. Şunda ama A'nın 4-cü derecesi ço A köpəytilgən A köpəytilgən A köpəytilgən A. A'nı arqa-marqa qanda 4 qatim köpəysək A'nın 4-cü derecesi kep çıxıdı. Onda olsa sizlərə bir sual. A'nın 3-cü derecesiga A'nın 4-cü derecesini köpeysem neçə buldu? Şunama bəzilər çıxarıb ötən buluşunlar mümkün. A'nın qanda 7-ci derecesi. Çünki bu yerdəki A'nın 3-cü derecesi A'nı arqa-marqa 3 qatim köpəytmə. A'nın 4-cü derecesi ço. Onun keyniga ulapla A'nı yana 4 qatim köpəytmə. Toplam neçə qatim köpəytdi? 7 qatim. Onda olsa mening bayatdan deganim qanda harflik ifadelerde qo'shish yoki elish kelgan vaqtda qanda harf chuqum o'xshash bo'lish kerak, andan keyin darajasi o'xshash bo'lish kerak dedim shunda ama. Masalan, A'nın qanda 2-ci darajasi qo'shilgan qanda 3, A'nın qanda 3-cü darajasi qo'shilgan qanda 2, A'nın 2-ci darajasi deb bir hisoblash kep qolgan vaqtda bu yerda hammasi A. Shunda ama lekin A'nın 2-ci derecesiga 3A'nın 3-cü derecesini qanda qo'shib qilib bo'lmaydi. Men faqat A'nın 2-ci derecesiga 2A'nın 2-ci derecesini qo'sha olayman. Javob necha bo'ldi? 3 qanda 2A'nın 2-ci derecesi qo'shilgan, bu yerdagi 3A'nın 3-cü derecesi. Hesaplash qanda mush yerda to'xtaydi. Chunki bu yerdagi A o'xshagan bilan A'nın ustidagi daraja qanda o'xshamaydi. Onda olsa biz harflik ifadelerde qanda bir qancha sual ko'rib baqaylik. Masalan, birinchi savol. 2 ko'paytirilgan tirnoq 4A ilingan 5 nama ilingan 3 ko'paytirilgan 3A ilingan B. Onda olsa bu yerdagi qanda 4A'dan B'ni ag'ilib bo'lmaydi shundami? Harf cho'qim o'xshash bo'lish kerakdi. Onda olsa ag'ilib bo'lmaz qanda men buni tirnoqdan chiqarish uchun qanda chiqarman? Onda olsa bir qanda misol beray. Masalan, 4 ko'paytirilgan qanda 2 qo'shilgan 3 deb bir ifoda bo'lsa, 2 ga 3 ni qo'shib 4 ga ko'paysam necha bo'ldi? 5 ni 4 ga ko'paysam necha? 20 shundami? Men bu yerdagi 2 bilan 3 ni qanda qo'sha olayman. Ammo bu yerdagicha ololmayman yoki qo'sha olmayman shundami? Agar undaq vaqtda qanda 4 ga 2 ni ko'paytib, 4 ga 3 ni ko'paytib, andan keyin qo'shib yozsammi bo'ladi. Agar ichidagini qanda qo'shib yoki ololmasam, nima degan gap? 4 köpəytilgən 2 qoşulğan 4 köpəytilgən neçə 3. 4 kere 2 8, 4 kere 3 neçə 12. 8 12'ni qoşsam qanda 20. Yəni qanda qallan bilan 5'in 1. Yəni oxşaş cavabqa erişdim şunda ama. Onda olsa biz bunu qanda tırnaqdan çıxırış üçün mən qanda qılma bu yerdəki 2 ga 4 A'ni köpəytmə, 2 ga qanda minus B'ni köpəytmə. Onda köpəytib baxay. 2 ga 4 A'ni köpəysəm, şunda ama neçə buldu? 8 A buldu. 2 ga minus B'ni köpəysəm ço, qanda minus 2 B buldu. Keyine qarab baxaylı. Minus 3 ga 3 A'ni köpəysəm ço, minus 9 A, şunda ama minus 3 ga minus B'ni köpəysəm. Minus qan minus ne buldu? Plus qanda 3B, şunda ama onda olsa, miyədə A bakən, miyədə ço A bakən. 8 A'dan 9 A'ni alsam, neçə buldu? Minus A. Şunda ama minus 2B'ga 3B'ni qo'shsam ço, qanda plus B. Onda olsa bu yerda kichik bir narsani so'zlab qo'yay.
Matematikada qanda, məsələn, A deb bir hərf bolsa, A-ga 2A-nı qoşqan vaxtımızda cavabdan neçə buldu? 3A buldu. Nima üçün 3? 3 nədən gəldi? Əməliyyatda biz qanda barlıq hərfinin aldıda qanda 1B deb qarayımız. Nimişqa? Çünki A-ga 1-ni köpəysəm qanda yenə A-ga təң. Xuddi qanda 2-ga 1-ni köpəysək yenə 2-ga təng bolğaşqa oxşaş. Onda olsa bir yerde 1A'ga 2A'nı qo'shsam qanda 3A deb qaraymiz. Bu yerga o'xshash qanda minus A'ning oldida nima bor unda olsa minus 1. Shundaymi? 8 dan 9 ni olsam necha bo'ldi? Minus 1 chiqdi. Shunlashqa qanda minus 1 ni A'ga ko'paysam minus 1A bo'ldi. Unda olsa ikkinchi savol qarab boqaylik. Qanda bu yerda 2 ko'paytirilgan shundaymi? 14 tirnoq 3x ilingan 2x qanda tirnoq ichida x qo'shilgan 2 qo'shilgan 3 ekan. Avval kichik tirnoqni ishlaydik shundaymi? 2 ko'paytirilgan 14 tirnoq 3x ilingan qanda tirnoqdan chiqaray. Tirnoqdan chiqargan vaqtimda minus 2x ni x ga ko'paytimi? Minus 2x ni qanda 2 ga ko'paytib chiqaramiz. Minus 2x ni x ga ko'paysam qanda minus 2x ni qanda ikkinchi darajasi. Shundaymi? Unda bo'lsa minus 2x ni 2 ga ko'paysamchi minus 4x qo'shilgan 3 tirnoq yapildi. Unda biz qaraydigan bo'lsak, shundaymi? Bu yerda 2 ko'paytirilgan 14 tirnoq. 3x'dan 2x'ning ikkinchi darajasini a'g'il bo'lamdi? Yo'q. Qanda harf o'xshagan bilan ustidagi daraja o'xshamaydi ekan shundaymi? Ma'no darajasi necha? 1. 3x'dan 4x'ni olsam necha? Minus x ilingan 2x'ning ikkinchi quvvati qo'shilgan qanda 3. Shundaymi? Unda bo'lsa maya ko'paytirish. Endi buning ichini yig'inchoqlig'i bo'lmaydi. Men tirnoqdan chiqargan vaqtimda qaraylar. Amaliyotda bu qanda tirnoqning ichini hisoblab, anan degan 2 ko'paytiring degan gap. Men hisoblab chiqarmag'achqa, bu yerdagi 2 ni qanda hammasiga bir qatim ko'paytib chiqarsam bo'ladi. 2 ni minus x ga ko'paysam minus 2x, 2 ni minus 2x ning qanda ikkinchi quvvati ko'paysam minus 4x ning qanda ikkinchi quvvati, 2 ni 3 ga ko'paysam necha? 6. Hisoblash mushada oxirlashdi degan gap. Unda o'zi 3-savol qarab boqaylik. 3-savol shunami? 3x qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 2x ilingan 1. Bu tirnoqni qanda yig'inchoqlig'i bo'lmaydi shunami? Unda o'zi men buni hisoblagan vaqtimda 3x ga 2x ni ko'paytimi, 3x ga minus 1 ni ko'paytimi. Anan ikkinchi bu yerdagi 2 ga 2x ni ko'paytimi, 2 ga qanda minus 1 ni ko'paytimi. Unda o'zi ko'paytib boqay. 3x ga 2x ni ko'paysam necha? 6x ning ikkinchi quvvati. Shundaymi? 3x ga minus 1 ni ko'paysamchi minus 3x. 2 ga 2x ni ko'paysamchi 4x, 2 ga minus 1 ni ko'paysam minus 2. Unda bo'lsa 6x ning ikkinchi quvvati shundaymi? Bu ikkisini yig'inchoqlig'i bo'ldi. Chunki harfmi o'xshash, ustidagi darajasi qanda o'xshash. Minus 3x ga 4x ni qo'shsam necha? X, shundaymi? Elingan 2. Hisoblash mushada oxirlashdi degan gap. Yana davomli qanda keyingi ishligil bo'lmaydi. Unda qo'ysa biz savolimizga davom qilaylik. 4-savol A qo'shilgan 5 ko'paytirilgan tirnoq ichida qanda A ilingan 2 ilingan 3A ekan shundaymi? Biz buni qanday qilolmaymiz? Tirnoqdan yig'inchoqlab yoki mana elib chiqara olmaymiz. Chunki harfdan sonni a'g'il olmaydi shundaymi? Unda biz qanday ko'paytib chiqarish kerak? Chiqargan vaqtda qanda A ni A ga ko'paytma, A ni minus 2 ko'paytma. 5 ga qanda A ni ko'paytma, 5 ga qanda minus 2 ko'paytma shundaymi? Unda biz ko'paytib boqay. A ni A ga ko'paysam necha? A ning ikkinchi darajasi shundaymi? Biz buni o'rgangan baytdan. A ni A ga ko'paysam qanda A ning ikkinchi darajasi. Agar A ni A ga ko'paytib, yana bir A ga ko'paysamchi A ning 3-darajasi. Shundaymi? Unda bo'lsa A ning 2-darajasiga A ning 3-darajasini ko'paysam necha bo'ldi? A ning qanda 5-darajasi. Chunki bu A ning 2 qatim, bucha A ning 3 qatim orqa-marqa shundaymi? Toplamda A ning 5 qatim orqa-marqa ko'payting degan ma'no bilan o'xshash. Unda olsa A ni A ga ko'paysam A ning 2-darajasi, A ni minus 2 ko'paysamchi minus 2A. 5 ni A ga ko'paysamchi 5A, 5 ni minus 2 ko'paysam qanda minus 10 va anan ikkinchi ilingan 3A keldi. Shundaymi? Unda olsa bir narsaga diqqat qilgan bo'lsanglar, men 5 ni A ga ko'paytib qanda necha yozdim? 5 ni A ga ko'paytib 5A yozdim. Odatda biz qanda A5 deb, ya'ni 5 ni keyiniga yozsaqmi bo'ladi. Chunki matematikada qanda xuddi 2 ko'paytirilgan 3 tang 3 ko'paytirilgan 2 ga tang bo'lganga o'xshash, shundaymi? O'rin almashib ketgan bilan qiymat o'zgarmaydi. Faqat matematikada bizning bir qoidamiz bor. Harf bilan qanda son birga kelgan vaqtda biz qanda sonni oldiga harfni keyiniga yozamiz deydigan. Buni ajoyib diqqat qilish kerak. Unda olsa qanda yig'inchoqlig'i bo'lamdi albatta. Shundaymi? A ning 2-darajasi keldi.
Minus 2a-ga 5a-ni qo'shsam necha? 3a. Shunami? 3a-dan qanday? 3a-ni elib etsam qanday? Yo'qolib ketdi. Unda olsa, yana ma 3-chi qanday qildi? Yo'qolib ketdi. Elingan necha? 10. Eng oxirgi javob a-ning ikkinchi darajasi elingan 10 degan bo'ldi. 5-savol 3 qanday bir tırnaq 4a elingan 3 shunami? Yana bir tırnaq a elingan b qo'shilgan 2 tırnaq shunami? Elingan 9b qo'shilgan 20 ekan. Unda biz qarab boqadigan bo'lsak, eng kichik tırnaqdan boshlaydik shunami? Lekin bu yo'lni qanday ishlab chiqara olmaydi. Men -3 ga ko'paytirib chiqarishim kerak. Unda biz qarab boqaylik. 3 shunami? Tırnaq 4a elingan shunami? Men buni qanday -3 ko'paytirilgan deb qarayman. Yana bu yerdagi tırnaqdan chiqarish uchun -3 ga a ni ko'paysam, -3 ga qanday? -b ni ko'paytiraman, -3 ga 2 ni ko'paytiraman. -3 ga a ni ko'paysam, -3 qanday? A, -3 ga -b ni ko'paysam qanday? +3b shunami? -3 ga +2 ni ko'paysamchi -6 tırnaq yapıldı. Elingan 9b qo'shilgan qanday? 20. Unda bo'lsa men qanday avval ma tırnaqning ichini bir yig'inchoqlab o'tay, oson bo'ldi shunami? 3. 4a dan 3a ni olsam necha? A. Shunami? Unda bo'lsa qo'shilgan qanday? 3b keldi, elingan 6 keldi, elingan 9b qo'shilgan qanday? 20. Unda bo'lsa buni qanday ko'paytirib chiqarib shunami? 3 ga a ni ko'paytiraman, 3 ga 3b ni ko'paytiraman, 3 ga qanday? -6 ni ko'paytiraman. 3 ga a ni ko'paysam 3a, 3 ga 3b ni ko'paysamchi 9b, 3 ga -6 ni ko'paysam -18 elingan 9b qo'shilgan qanday? 20. Endi qarab boqadigan bo'lsak, bu yerda 9b bor shunami? Elingan 9b. Birisi-birisini yeb ketdi, shunami? 0 bo'lib ketdi. 3a ga qo'shilgan son yo'q shunami? Qo'shilgan o'xshash harf yo'q. 3a shu pet keldi. -18 ga 20 ni qo'shsam necha? 2. Qanday hisoblash mushada oxirlashida. Eng oxirgi savolimizni qarab boqaylik. Buni qanday tırnaq ichini yig'inchoqlig'i bo'lmaydi? Buni qanday yig'inchoqlig'i bo'lmaydi? Men qanday qilishim kerak? Ko'paytirib chiqarishim kerak shunami? 2 x'ning 2 darajasiga qanday x'ni ko'paytiraman? 2 x'ning 2 darajasiga 2 ni ko'paytiraman. X ga qanday x'ni ko'paytiraman? X ga 2 ni ko'paytiraman. -3 ga x'ni ko'paytiraman. -3 ga qanday 2 ni ko'paytiraman. Unda biz ko'paytirib boqaylik. 2 x'ning 2 darajasiga x'ni ko'paytsam qanday? 2 x'ning 2 darajasiga qanday x'ni ko'paytsam necha bo'ldi? 2 x'ning 3 darajasi. Shunami? 2 x'ning 3 darajasi. 2 x'ning 2 darajasiga 2 ni ko'paysam necha? 2 kar 2 4 x'ning 2 darajasi. X ga x'ni ko'paysamchi x'ning 2 darajasi, x ga 2 ni ko'paysamchi 2x. -3 ga x'ni ko'paysam -3x, -3 ga 2 ni ko'paysam -6. Unda bo'lsa, qanday harfmi o'xshaydigan, darajasi o'xshaydigan qaysi bor ekan? Ma 2si bor. Shunami? Yana-chi ma 2si bor. Bir narsaga diqqat qilaylik. Bu yerda qanday 3 tal qanday ifoda bor shunami? Bu yerda-chi 2 tal ifoda bor. 3 tal ifodaga 2 ifodani ko'paysam qanday? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ifoda chiqdi shundami? Unda bo'lsa, astiga qanday 2 x'ning 3 darajasi qo'shilgan. Ma 2'sini bir qo'sharsam necha bo'ldi? 5 x'ning 2 darajasi. Ma 2'sini bir yig'inchoqlab olsamchi -x elingan 6. Hisoblash mushada oxirlashdi. Unda bo'lsa ba'zilar deyishi mumkin. Qanday bu xil tipdagi harflik ifodalarda hisoblash nimaga asqatadi matematikada yoki biz nima uchun o'rganamiz deb. Bu qanday bizning keyingi darslarimizda ko'radigan tanlimlarni yeyishda intayin cho'ng rol o'ynaydi. Unda bo'lsa bugungi darsimiz harflik ifodalarda hisoblash mushada oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.